Bolalar mana hozir karta bo'yicha mana Walmartga ketyapmiz. O'chirsaman bolalar kartani chunki yo'lda bilaman. Xo'p. Xudo xolasa shu bitta narsa olmoqchimiz. Bir yo'lda sizlarga Walmartga ko'rsatib ketaman, xudo xolasa. Bizda Walmartlar 1-2 ta bor, 3 ta bor. Eng yaqin Walmart. Eng yaqini bunisi hozir mana anitda chap tarafga burilishimga keladi. Mana burildik. Xudo xolasa endi o'ng tarafga burilishimiz kerak. Shuning uchun o'ng polosaga o'tib olamiz. Mana burilamiz. Hop. Mana ro'parada ko'rayotgan bo'lsanglar, Walmart magazinimiz. Ana. Kiroshimiz bitta parkovkaga joy topsak, ana joy topib qo'yishdi. Tabriklayman. Xo'p, endi men ikkinchi ko'chaga o'taman. Chunki yaqin joy yo'q bu yoqda. Odamlar o'tib ketishini kutishimiz обязательно shart. Bo'lmasam anaqamiz pravani reset qilib yuborishi ham mumkin agar yo'l bermasangiz. Chunki bitta qonun ozgina anaqa qattiqroq. Piyodalar huquqlari juda ham anaqa ustun. Nima? Hozir parkovka qilamiz mashinani. Qiyshiq qilib parkovka qilib qo'ydim. Endi Walmartga kirganimda yana videoni davom ettiraman. Uni biror kun kelib ana qilganimizni ko'rsataman. Qilamiz uni ham bahonada. Mana bolalar, bu Walmartga kiraverishimiz. Bitta anaqa olamiz. Chalashdi. Ketdik. Xo'p, bu Walmartimiz o'zi aslida juda ham katta, lekin bizni yaqin atrofdagi, ya'ni 3 ta Walmartimizdagi adashmasam eng kichkinasi, eng kichigi. Xo'p, bu yoqda asosan kiraverishda, ana skidkaga tushgan anaqalar anaqa bo'ladi, qo'yiladi. Ya'ni sotilmay qolgan yoki ana ostatka deydi biz o'zimizda. O'shanaqa tovarlar bu yoqda mana clearance degan narsa bor. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, clearance degani tozalash degani, tozalab yuboramiz, tezda sotib olib degan ma'noda mana. Shu anaqani narxi, narxi yozgan yo'qda. Mana $18 ga tushibdi. Eski narxi $22 ekan. $3 ga tushibdi. Bu umuman hech qancha emas ekan. Mana bu yoqda $12 ekan. Nechtali? 7 tami? Bu L ekan. Nechtali ekan? Xullas, juda ham ko'p. $12 ga juda ham yaxshi bunaqa narxlari. Xullas. Bu 34, 3 ta ekan. 3 ta futbolka narxi $12. Bu juda ham zo'r. $12 qancha bo'ladi? 150 ming. Bitta futbolka narxi 150 ming bo'lsa kerak o'zimizda O'zbekistonda ham. 200 ming. Даже endi bilmayman, brend futbolkalar million so'm turmasa agar. Mana bolalar, asosiy anaqa meva deganda birinchi mana ko'z oldimga banan keladi. 97 sent. Bolalar, 97 sent. Bu $1 emas. Bananda narxi. O'zbekistonga borganda adashmasam 32 ming so'm edi 1 kilo banan narxi. Bu qimmatda endi 97 sent. Mana 1 kilo chiqadi. Endi xolasida 1 kilo chiqadi. 1 kilo chiqadimi, chiqmaydimi? $1 berasiz. $1 bu ana zvachka ham bermaydi bu yoqda, lekin banan beradi. Ananas bir donasi narxi bu yoqda $2 98 sent, ya'ni $3. Ananas. Zo'r. Mana bitta
qovunni men ingliz tilida melon deb o'rgangandim, lekin aslida cantaloupe ekan. Ya'ni cantaloupe deyishar ekan. Qovunni narxi bir donasi bu ham salkam $3. 267 sent. De general, ya'ni umumiy ana qilsangiz, taqqoslasiz meva-chevani narxi deyarli juda ham arzon. Deyarli mana qaranglar, o'zingizlar baho bering mana. Bir sumka mana olmani narxi $7. Bu ozgina qimmatroq ekan, chunki mana bu yoqda $4 bor ekan, lekin bu sorti yaxshi bo'lsa kerak. Umumiy qilib aytganda, va yana bitta plyus tarafi eng dahshat yurakda ezadigan tarafi qishda qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, mevani narxi o'zgarmaydi. Ya'ni o'sha tarvuzni hozir $3 ga olayotgan bo'lsangiz ham, ya'ni qovunni qishda ham $3 ga olasiz, bahorda ham $3, yozda ham, kuzda ham. Zo'ra. Yoqda xolodilniklar